taraqqiyot uchun ajoyib qoyiliq ekanligini, ammo hozir chiroyli qism qo'yib pul saqlab qolgan xabarlar bormi? Ilang uchish pul hajmaydi hozir daxlsizmi g'odaklash dabata 1 soat dars 128 qo'y. Hisob bo'yicha qo'ysa pul hajmaydi hozir ko'z qo'lmoqlash turmush qiydatda 1 soat 98 qo'y. Chakomalay to'q bekaliq hozir inchik harakat va ko'z qo'lmoqlash turmush qiydat 1 soat 100 qo'y. Qo'l-oyoq tashlash o'rnida to'q bekaliq hozir diqqat markazida turmush qiydat 1 soat 88 qo'y. Bundan boshqa bunda qo'yilgan nurg'un daraq yamshish tansakrash pejro o'ynash qatorli qo'yilma. Bizning bo'lganimiz qanday hozir qilib pul bechirim japoq chiqadigan tavakkul qilish ro'yi kuchli bo'lgan Türk'ün paliyan hocalığı olan yetiştirip çıkan. Hazır hem de şehirleşiş, atalarının balanı bek ziyade qo'g'lishi, jambakizlik qilib balani erkin izinishdan to'sib qo'yish, muhit ta'minlari degandek bir qator sabablar bilan balada nurg'un masalalar paydo bo'ladi. Mushundaq bo'lishiga qaramay, dal mushundaq tipdagi o'yinlarning asli bolalarning miyasini uyg'otib, muhim energiya bilan ta'min etganligi to'g'risidagi isbotlar bo'lg'achqa, garchi isbot chiroyli chiroyli kelgan bo'lsa-mu, izchil bullarimizgacha yetib keldi ham davomlashyapti. Uni qaytam filmning davomi balani bundan boshqa qo'ymish yo'qmi, kichik do'stlarni bo'ldirgansak, unalamdi degan gumonlarimizga javob deb ishlantirgan. Ama oxirgi xulosa balo dunyosida faqat o'rganishda bo'lmaydi. O'rganishga xush bo'lgan bolalarning o'rganishda muhim, buni 3 ishi bor deganni bilan o'rtoqlash. Bu vaqtda birinchi bolaning sezgi a'zolarini yetarli kuch bilan qiraqlab uxlayotgan miyasini uyg'otamiz. Endi tug'ilgan bu bolamizdan tortib, toki 13 yoshgacha bo'lgan oralikda bolalarning sezgisini qiraqlash o'rganishning eng oldingi o'rnida turadi. Bu vaqt yangi tug'ilganda miyasi taxminan 300 gram atrofida 1 milliarddan ortiq neyron hujayradan tug'ilgan. Bola ko'zi ko'rgan, qo'lga olingan terisi va bedlar orqali his qilgan barliq kuchlar tarafidan qadaqlangandan keyin anda bu neyron hujayralar o'q o'sishchaslik qilish orqali o'zaro ulinib kuch yetkazib, xuddi yuqori sizlikka qatnash to'g'ridagi neyron to'rni hosil qilgandan keyin andan o'z rolini joriy qildirishga boshlaydi. Xuddi qatnash qolay bo'lsa, bizning tanlash imkoniyatimiz ko'p bo'lib, ishlarimiz qulayliqlashgandek, bu to'r qancha kuchli bo'lsa, bolaning imkonsiz masala qilish iqtidori kuchli, asliqlash va o'rganish iqtidori yaxshi bo'lgan. Bu jarayonda biz ko'zdan ko'rmagachga bolalarda ko'p hollarda tabiiy babuga yetilish fursatiga sal qaraymiz. Mush filmni ko'rgandan keyin bolalarning sezgi a'zolarini yetarli kuch bilan qadaqlash miyasini uyg'otish o'rganishda muhim ish ekanligini cho'qim his qilsangiz umid qilaman. İkinci bir şey ise bolalarning qilish imkoniyati doirasi ichida bola qilolmaydigan ishni ko'proq qilamiz. Tashabbuskorlik bilan izlanish va mustaqil tamomlash iqtidorini oshirishga ahamiyat beramiz. Hamda kichik bolalarga nisbatan izlanishga o'rganish qizg'inligiga o'yindan keladi. Cho'ngroq bolalarga nisbatan o'rganish qizg'inligiga muvaffaqiyat qo'yilsa va yo'nalish tuyg'usidan keladi. Mayli qaysi yoshdagi bolalar bo'lsin, yangi bir mahorat egallaganda menga yuqori darajada diqqat bilan qatnashadi. Bu bolalarning men taraqqiyotiga bek foydali. Shunga 7 oylikdan keyin konkret aytganda, 7 oylikdan keyin bu o'qlarni o'zi tomoq yeyishga yetaklaymiz. 1 yoshdan keyin oddiy buyruqlarni ijro qilishga buyuramiz. 1 yarim yoshdan keyin taratningda o'tirib tarat qilishga yetaklaymiz. 2 yoshdan keyin qanoq kiyim kiyishni o'tamiz. Misol cho'ngroq bo'lganda nima ish qilamiz deb o'ylab qolishimiz mumkin. Cho'ngroq bo'lganda uy ishlariga yordamlashishga solamiz. Billa ma'lum ahamiyatli ishlarni bilan tamomlaymiz. Rasm chizish, velosiped minish, to'qiyomish, xaltak oyoq o'rganish degandek bolalar yangilik his qilgan ham bolalarningki miyasini xo'rtadigan mahoratlarga yetaklaymiz. Bu ishlar dal miya taraqqiyotga qoyiliq ishlar jumlasidir. Üçüncü bir iş bo'lsa, har kuni bola bilan past shumran ovozda paranglashib beramiz. Bu mabak muhim. Ya'ni bugun nega bordingiz, nimalarni ko'rdingiz, nima yedingiz, qaysi ishni bakrak yaxshi ko'rdingiz, bu ishga yo'liqqanda sizning kayfiyatingiz qanday bo'ldi degan savollarni so'rash orqali bolani tashabbuskorlik bilan aslashga rag'batlantiramiz. Bu cho'ng miyasiga munosabatli kuchlarni qo'zg'ab, aktiv fikr yuritishga turtki bo'ladi. Shuning bilan cho'ng miya yuqori darajadagi iqtidorlari ishga kirishib, bolaning o'rganish va tafakkur uchun yangi ishga ichishga boshlaydi.